ozishi ham zamonaviy usuli bor ekan, bilarmidinglar? 30 fit dastur haqida eshitganmisizlar? Bu O'zbekistonda birinchi mahalliy sog'lom ozish uchun ishlab chiqarilgan dastur ekan. 5000 dan ortiq ayollar bu dasturdan foydalanishyapti va shu kungacha zo'r natijalarni ko'rsatishyapti. Yemoqchi bo'lgan taomingizni chiroyli qilib idishga joylab olasiz. Telefoningizga 30 fit dasturini yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Ana endi bu yerdan xullas yemoqchi bo'lgan ovqatingizni kaloriyasini belgilamoqchisiz, a? Sirazi rasmga olasiz. Endi tahlil qilishga yuborasiz. Bu yerda mana kaloriyasini chiqarib beradi. Bu dastur shunchaki ovqatning rasmi va kaloriyasini o'lchab beradigan dastur emas. Ya'ni sizni o'zingizni vazningizga, yoshingizga qarab siz uchun 30 kunlik shaxsiy menyu tuzib beriladi. 10 daqiqalik mashqlar, hech qanaqa sport zallar ham kerak bo'lmaydi. Ichayotgan suvimizning normasi, bosayotgan qadamlarimiz va kundalik eslatmalar bo'ladi. Bir oyda 6 kilodan 8 kilogacha hamma eslatmalarga amal qilgan holatda sog'lom ozasizlar. Hech qanaqa katta va'da emas, aniq mexanizm ustida ishlaydigan tizim. 30 kunlik menyu va kaloriyani hisoblab zo'r ozmoqchi bo'lganlar uchun men hoziroq ilovani yuklab olishingiz uchun silka qoldiraman.